jonim, o'g'lim, menga qara. Onasini ko'rib, qizini oldigan xalqimizda maqol bor, bilsana. Voy, onasini ko'rdim. Shunaqa xushbichim, shunaqa kelishgan xotin ekan. Bir qizini ham ko'ravermadingdi ona. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ona, qiz yoqdimi, shu qizga uylanaman. Voy, garang, bu onasi. Onasi bu, gap otib qo'yma. Onasini lo'ni eshik qisgan. Voy, o'zingni o'chir, hozirgi современный ayollardan. Lavini ari chaqqan, lavi nima qilib berardi? Yaxshi. Kelinglar, Aynan, ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Endi gapni indallosi deng. Sizda bir gul bor ekan. Bizda oliy ma'lumotli bir ho'kizday bulbulimiz bor deng. Voy, yo'li shunaqa bo'ladi, jim o'tirdi o'g'lim. Endi shu bulbulimiz katta yigit bo'lib qopti, qarang. Qapasga sig'may, kallasini hali u yoqqa, hali bu yoqqa uradi deng. Shuni tengini topib, juplab deng, boshiga qo'yib, gulini qo'yniga solib qo'ymasam, ola zag'izg'onlar bilan aralashib ketib qolmasin deyman-da, aynan. Sendagacha qizi bor uyga shoham gadoyam keladi deyshadi. O'zimni qo'qiy jonim bo'lsin. Voy, men unda sizga bir o'g'limni maqtab qo'yay jonim. O'g'lim Toshkent iqtisodiyot texnologiyalar institutiga topshirib kirdi, xudo xolasa. Aynani, xudo xolasa, hali nima deyapti? Voucher yutib oldim 1 million so'mlik. Voucher ham qo'yishganda, oyi. 1 millionlik voucher yutib oldi. Xudo xolasa, boyutcha yigitlardan bo'ldi. Iqtisodchi bo'laman. Shu sendagacha tengi chiqsa tekinga ber deyishdi. Qara. Boshimga yostiq qilib o'tirib nima Voy, qil? o'zim o'rgili. Qara. Voy, aynani sizdan o'sha yostig'ingizni bitta ko'raylik. Xo'p, bo'ladi. Qizim, choy olib chiq. Manchi choy deyishadi bular. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Voy. O'g'lim bu yostiq emas, ko'rpacha-ku. Spalniy do'riyona. Ashta. Onasini ko'rib qizini oldigandingiz. Maqoldan ko'nglim qolib ketdi o'g'lim. Maqolda rasvo qildi-da. Surdik. O'qigan olim, o'qimagan o'ziga zolim. Toshkent iqtisodiyot texnologiyalari universiteti talabalar qabul qilishni boshladi. Vodiliylar Namanganda filialimiz bor.